Assalomu alaykum hammaga. Namangan viloyati uchun qilib bergan loyihamiz tugadi. Bu fasad dizaynlarimiz ikki nusxada. Bu planlari, arxitektura qismi, ya'ni mebelировка, santexnika, ventilyatsiya chizmalari, elektrik qismlari ham qilingan, fasad chizmalari, tom yechimlari. Modellar ham ko'rsatilgan, har xil. Bu ham ikki nusxada. Asosiy konstruksiya qismi. Trancheyadan boshlab, qanaqa to'lanish sxemalaridan boshlab, regellar, ramalar hammasini hisobga chiqqan. Mana bu ob'yomgacha berilgan har birini. Devor qancha blok ketadi, permechkalar, har bir permechkalar hisoblangan, jadval bilan chiqqan. Zinalarni, nimalari oxirida bitta ob'yom berganmiz. Umumiy materiallar sarfi. Hammasi standart bo'yicha berilgan, ko'p standart bo'yicha. Bu ham ikkita nusxada tayyorlab berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hozir buni pochtadan berib yuboramiz.